Real Madrid Celta o'yini o'z nihoyasiga yetdi va bu o'yinda bo'lgan vaziyatlar atrofida ancha-muncha Ispaniyada shov-shuv ko'tarilishi aniq. Hisob 0-2 va Real Madrid 3 ochkodan ko'ra ko'proq narsa yo'qotdi deb o'ylayman. Bu albatta Militao olgan jarohat. 24-daqiqada sonidan jarohat olib maydonda mana bunday ko'rinishda tark etdi. Va bilasizlar do'stlar, Cityga qarshi o'yin oldidan Real Madridda deyarli na qanotda, na markazda futbolchilar qolyapti. Hozir ayni paytda sog' bo'lib turgan futbolchilar, markaziy himoyachilar bu ikkita Raul Asensio va Rudiger. Va do'stlar, endi o'yinda bo'lgan vaziyatlar haqida. Madrid bir oydan ortiqroq Bernabeudan tashqarida o'ynadi va mana shu muddat ichida ilk bora Celtaga qarshi Bernabeuda o'z muxlislari qarshisida o'yin o'tkazdi. Birinchi taymda anchagina kutilgandek hujumlarga o'tdi. Ikkinchi taymda ko'rdingiz, Fran Garsiyaning qizil kartochkasidan keyin yarim soat Real Madrid deyarli bitta futbolchi kam bo'lib o'ynashga majbur bo'ldi. Taym oxirida umuman Carreras ham qizil kartochka olib o'yinni tark etdi va Celta 0-2 hisobida g'alaba qozondi. Bir hakam borasida gap so'zlar bo'lishi aniq, chunki bilasiz, Ispaniyada top klublar futbolchilariga ko'rsatilgan har bir qizil kartochka muhokama qilinadi. Bo'lib ham Real Madridning ikkita futbolchisi chetlatildi va endi La Liga doirasida o'sha chempionatdagi turnir jadvalidan kelib chiqadigan bo'lsak, 4 ochkolik farq yuzaga keldi. Va do'stlar, albatta bu mening shaxsiy fikrim. Real Madrid ko'rsatayotgan futbolga ba'zi bir savollar bor. To'g'ri, Xabi Alonso hali o'zi istayotgan ideal futbolni qurmagan bo'lishi mumkin. Hozircha shunday do'stlar, juda ham qiziq mana shu o'yin atrofida chiqadigan har xil xabarlarni ko'ramiz va Militao katta ehtimol bilan mushak, o'sha chap sonidagi mushak jarohati deb aytilyapti. Mushak jarohati kamida 2 haftalik o'sha muddatga safdan